qilsa bo'lar ekan. Shu videoda shu salat qanday pishirilishini, tayyorlanishini kasxonam qo'shib beradilar. Ketdik. Xohlasangiz achchiq qalampir, xohlasangiz achchiqmas qalampirni ishlatsangiz bo'ladi. Qalampirlarni ko'tini uzib chiqib, yaxshilab yuvib chiqamiz. Biz achchiqmas qalampirdan qilyapmiz, chunki achchiq qalampirni men yeyolmayman. Shunday qilib to'g'rab chiqib, maza qilib birlikda yeb olamiz. Endi bunga tapga qarab quritilgan qalampir yoki paprika qo'shamiz. Bu salatga bir qoshiq olxo'ri sirup ham qo'shilar ekan. Agar sizda olxo'ri sirupi bo'lmasa, shakar sirupidan ozgina qo'shib olsangiz bo'ladi. 20 oylik o'g'lim o'yinchoqlarini ham salatimizga qo'shib o'rmoqchi. Bu salatimizga qo'shiladigan eng muhim narsa bu soya pastasi. Bir qoshiq soya pastasini solib, qovurilgan kunjut va kunjut yog'idan ozroq solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Soya pastasi bu juda ham foydali narsa. Bundan har xil sho'rvalar va salatlar qilsa bo'ladi. Soya pastasidan salatga qo'shganimiz uchun hech qanaqa alohida tuz yoki soyaviy sos solish shart emas. Yoqimli ishtaha.